faoliyatini professional boshlashdan oldin ko'cha supuruvchilik qilgan. Yetmaydi, qarzga beraman, yuraman, to'yga chiqaman, televideniyega boraman, institutda dars beraman, politexnikada, kollejda ishlaganman, dars berganman. Hozir siz shu yergacha kelgan joyingizda bir san'atga aloqador umuman qanaqa qilib kim Endi sizga bitta sekretni ochaman. Hali hech qayerda hech qayerda aytilmagan. qiziqchilik qiyinmi yo? Qiziqchilik qiyin. Qiziqchilikni sun'iy intellektda eplanmaydi. Gapiring siz. Nima deysiz? Bitta video qilib chiqmay yana nima chaqirdi, bizga gapirishmadi. Kattalar qarayapti. Insonning hayotida shunaqa kunlar bo'ladi-yu, hech esidan chiqmaydigan tongi bo'ladi. Uxladim. Bitta ko'zimni ochsam xotin turibdi. Nima bankka borib keldim. So'rashadimi yo'q, men muammoni olib chiqsam bo'lmaydimi? Men buni ko'tarsam bo'lmaydimi? Keling birga gapiramiz. Meni aralashtirma. Bola chaqam bor, pensiyaga chiqishim kerak deydi. Sizni ham ismingiz kimgadir havas qilib qo'yilganmi yo? Tak. Yo'q, aytmaydi. Aytmaydi. O'sha yerda ko'ring. Yo'q, o'zingizda ijtimoiy mas'uliyat qanday? Elmurod aka, Men bitta narsani tushunmayman. Ijtimoiy mas'uliyat. Ijtimoiy nima degani? O'zi Dilshoda sal qiyin so'zlardan foydalanadi. Yo'q, dehqoncha gapiring. Xo'p, qarang. Odamlarning oldida biror material qilsangiz, video qilsangiz, nima deysiz? hamma bir-birini taniydi. Ana so'kishsa ham shunaqa samimiy eshitiladi, odam kulib yuradi-da. Va borib qo'ytang tozalar dedi. Qanaqa ho'kiz. Endi o'zini so'kishida so'kdi. Dada qanaqa so'kadi? Bu yil maza qilyapsiz, ha? Gapiring. Qarusaga yutqizib chiqib ketsa ham mayli. Yer sharidan chiqib ketsa ham mayli. Real yutib tursak bo'ldi. Endi pishdi. Endi Yetib keldi. bo'ldi, tugat. Tamom hammasi.